Assalomu alaykum obunachilar. Men 1982-yil 21:06 topib qo'ydik. Gaz pechatlari bor, yangi texpasportdan hadovoylari tiniq, most ovozi yo'q, motori zo'r. 03 motor. Korobkasi 4 tali akalar, mana 4 ta baloni yangi. Holatlari yaxshi, o'rtacha holatda akalar. Kuzupida ham jiddiy ishlari bor. Atbatida akalar, mana holatlari yaxshi holatda ekan. Dehqonchilik akalar, dehqondan mana mashinamiz. Faqat minilgan mashina hali nima qilinmagan atbatiga qarab. Ammo kuzupida jiddiy ishi bor ekan, hadovoylari, nimalari zo'r ekan akalar mana. Salonlari, maytfonkalari bor ekan mashinamiz. 07 sidiniy ekan mashinamiz. Tak. Oldi tomonlari mana akalar. Oldilari ham chiroyli ekan. Mana akalar, mana holatlari yaxshi holatda ekan. 4 ta balon yangi ekan akalar mana. Balonlari yangi turibdi. Temir balon ekan akalar. Gazga ruxsati bor mashinamizni. 85 tali yo 90 tali bo'lsa kerak metani. 65 talimi? 65 tali ekan metanimiz. Tak. Shopir tomonlari mana akalar. Holatlari yaxshi holatda, tiniq ekan mashinamiz. Mana ichlari ham benzinga ham yurar ekan mashinamiz. Benzin nasoslar qo'yib berishibdi mana. Benzin ulasa sirasi yurar ekan mashinamiz. Oldilari butun ekan. Oldilari butun. Akkumulyatorimiz ham yangi ekan. Motorida ishi yo'q ekan, motori yog' emas ekan. Most ovozi yo'q, korobkasi 4 tali, korobkasida ham ishi yo'q. Hadovoylari tiniq holatda ekan mashinamiz. Mana oldilaridan akalar. Mashinamiz tikka turibdi. Endi hali dehqonchilik akalar kuzupiga qarashmagan, faqat minishgan mashinani. Holatlari shu holatda, kuzuplarida chala joylari bor. Ashlatib o'lattirib olasizlar. Mashinamiz Marg'ilon shaharda akalar. Aka nech pul qilib beramiz mashinani? 8 milliondan jicha o'tib beramiz. Bo'ldi aka. Gaz pechati bor akalar. Mashinamiz 8 milliondan jicha o'tib beramiz. Bunaqasi bo'lmagan akalar. Gaz pechati bilan yangi texpasportda generalniy bo'ladi akalar. Prostoy doverniz generalniy nomiga o'tishi hammasi bo'ladi akalar. Nomerimiz nechida aka? Aytib o'tib ketamiz. 90 583 50 33. Akalar shu nomerga aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa 8 milliondan jicha o'tib berishar ekan. Gaz pechatimiz bor, temir metan, metallom narxida bo'lib ketdi akalar endi bag'i. Shashilinglar akalar.